Kunlarning birida Musodan: "Sizdanda ko'proq bilguvchi bormi?" deb so'rashganida, ular "Yo'q" deb javob berdilar. Allohga gurur bilan aytilgan bu gap yoqmadi. Shunda Muso qalblarida: "Alloh hammadan ko'ra ko'proq bilguvchidir" deb aytganimda bu yaxshiroq bo'lardi deb o'yladilar. Shunda ular mendanda ko'ra ko'proq bilguvchi inson bormikin deb savol berdilar. Shunda Alloh javob berdi: "Ha bor. Ey Muso, sen bir dona non va quritilgan baliqni yoningga olgin va sayohatga chiqqin va to baliqqa qaytadan jon kirmagunicha sayohat qilgin. Shunda sendanda ko'proq bilguvchi odamni uchratasan" dedi. Shundan keyin Muso yo'l taraddudini qilib otlandilar va sayohatga o'zlari bilan bir bolani olib yo'lga chiqdilar. Ular dengiz bo'ylab uzoq yo'l yurishdi. Yo'l yurib charchab bir go'zal joyga yetib kelishdi. Muso shu yerda uxlab qoldilar. Muso bolaga: "Shu yerda bir oz dam olamiz, so'ngra yana yo'lga chiqamiz" deb aytdilar. Muso uxlab qolgan paytlarida bolakay yarmi yeb bo'linganligiga qaramay, qayta tirilgan baliqni dengizga sho'ngib suzib ketganini ko'rdi. Muso uyg'ondilar va ular sayohatni davom ettirishdi. Bir qancha fursat o'tgandan keyin qornilari ochib ketadi. Shunda bolakay baliqni suzib ketganini eslaydi va buni Muso aytib beradi. Shayton ataylab bolakayga bu mo'jizani unuttirgan bo'ladi. Shundan keyin ular baliqqa jon kirgan yerga qaytib kelishadi. U yerda ular bir odamni ko'rishadi. Bu Xizr edilar. Muso Xizrdan: "Alloh senga nimani o'rgatgan bo'lsa, menga ham shuni o'rgatgin" deb so'raydilar. "Men bilgan narsalarimni senga o'rgatishim uchun sen uzoq vaqt sabrli bo'lishing kerak" deydilar Xizr. Muso sabrli bo'laman deb aytadilar. Unda hech qanday savollar bermasdan meni jimgina kuzatgin. Ular birgalikda qayiqqa o'tirishibdi. Qayiqchi ulardan pul olmasdan manzillariga yetkazib qo'yibdi. Keyin Xizr qayiqning tagidagi bir taxtani sindirib daryoga tashlab yuboribdilar. Bu ishdan Muso hayron bo'libdilar. Bergan va'dalari eslaridan chiqibdi va Xizrdan nega bunday qilganlarini so'rabdilar va baliqchi bizga iltifot ko'rsatdi-ku debdilar. "Men senga sabr qila olmaysan deb aytuvdim-a" debdilar Xizr. Muso boshqa savol bermaslikka va'da beribdilar va ular yana yo'lda davom etishibdi. Shundan so'ng uzoq yo'l yurishgandan so'ng bir qirg'oqqa yetib kelishibdi. U qirg'oqqa uzoqdan bir kema suzib kelibdi va kemada bir nechta bolalar o'ynab yurishganini ko'rishibdi. Shu bolalarning orasida bir chiroyli bolakay bor edi. Bir payt Xizr shu bolani to'satdan kelib oldiribdilar. Bu galati ishdan Musoning jahllari chiqib ketibdi va Xizrdan: "Bolakay gunohlarga botib ketgan katta odam emasdi-ku, hali juda yosh edi. Qanday qilib shunday qila oldingiz?" deb so'rabdilar. "Men senga men bilan sabrli bo'la olmaysan degandim" debdilar Xizr. "Mayli, endi bunday sabrsizlik qilmayman. Endi va'damni buzsam meni haydab yuborishingiz mumkin" debdilar Muso. Uzoq yo'l yurib ular bir qishloqqa yetib kelishibdi. Ularda ichishga na suvligi, yeyishga na nonligi qolmagan edi. Hech kim ularni mehmon ham qilmadi. Endi qaytib ketishayotgan edi, bir eski nurab buzilib ketayotgan devorni ko'rib qolishdi. Xizr devorga qo'llarini tekkazgan edilar, devor tekislanib o'z holiga qaytdi. Bu holga Musoning juda jahllari chiqib ketib: "Siz shu ishingiz uchun pul so'raganingizda edi, biz unga taom sotib olgan bo'lardik" debdilar. Shunda Xizr: "Endi biz ajralamiz" debdilar. "Avval ovqatlanib olaylik." Shu vaqt oldiligidan bir kiyik o'tib qolibdi. Xizr kiyikka qo'llarini uchi bilan ko'rsatgan ekanlar. Kiyik shu zahotiyoq yerga yiqilibdi va yarmi yeyishga yaroqlik, ya'ni pishgan holga kelibdi. "Pishgan yarmi menga, xom qismi esa senga ey Muso" debdilar Xizr. Bunga javoban Muso: "Nima pishgan qismini birga yesak bo'lmaydimi? Men baribir pishmagan qismini yeya olmayman-ku. Undan ko'ra menga ham o'zingizning qismingizdan bera qoling" debdilar va ularning qismlaridan yegan ekanlar. Shu zahotiyoq qo'llaridagi pishgan go'sht pishmagan xom go'shtga aylanib qolibdi, hattoki undan qon tomib turardi. Xizr ovqatlanib bo'lganlardan keyin Allohga shukrona aytib duo qildilar. Muso esa o'tin terib keldilar va olov yoqib, o'zlariga tegishli xom go'shtni pishirib tanavvul qildilar. So'ng Xizr kiyikni terisini bir butun qilib yigib duo o'qigan edilar. Kiyikka qayta jon kirib yugurib ketdi. "Endi senga bo'lgan voqealarni sharhlab beraman" dedilar Xizr. Birinchi voqeadagi qayiqning egalari yaxshi mehribon odamlar edi. Bizni narigi qirg'oqqa o'tkazib qo'yganidan keyin o'sha qishloqning raisi kelib zo'rlik bilan hamma yaxshi qayiqlarni olib ketishi kerak edi. Bu qayiq katta bir oilani boqar edi.
Men shikastlagan qayiqni esa raisning odamlari yaroqsiz deb o'ylab tegishmadi. Endi bolakay masalasiga kelsak, uning ota-onasi xudojo'y yaxshi odamlar edi. Bolakay esa ularga kopdan-kop kulfatlar keltirishi kerak edi. Men uni ota-onasini sharmanda qilib boshini egib, gunohga botib qolmasligi uchun oldirdim. Va Allohdan ularga yana bir farzand ato etishini so'radim. Alloh bu oilaga rahmat nazari bilan boqib, ularga 70 ta payg'ambarning onasi bo'ladigan bir qizaloq ato etadi. Qiyshiq devorning ichiga esa xazina berkitilgan edi. Bu xazina 2 yetim bolaning haqqi edi. Ularning otasi vafot etgan edi, u juda pok inson bo'lgan edi. Alloh bu oilani shuncha nasl otib mukofotlayotgan edi. Men devorni tuzatib qo'yib, yetimlarning mulkini himoya qilib qo'ydim. Shu so'zlarni aytganlardan so'ng Xizr g'oyib bo'ldilar. Payg'ambarimiz, Alloh haqiqatdan ham Musoni marhamat qilgan. Muso yanada sabrliroq bo'lganlarda edi, bundanda ko'proq ibratlarning guvohi bo'lar edilar, deganlar.